Dostlar, keşlikinlar hayırlı olsun. Sizlar qızıl bosma degan çiçekni anglab baqqanmi? Balkim ba'zi do'stlarimiz anglab baqqan, ba'zi do'stlarimiz anglab baqmagan bo'lishi mumkin, ha? Bu çiçekni kichikimda momam doim aytib beradi. Bugun men omoqlarimga aytib beray, ha? Fransiya çiçeği qızıl bosma. Burunning burunizda o'rmonliqning ichkarisida bir uy bor ekan. Bu uyda bir qizchaq onasi bilan yashaydi ekan. Qizchaq intayin omaq ekan. Onasi uningga baylam ko'ydi ekan. Momisi uni jinidan ortiq ko'radi ekan. Momisi bir qizil bosma berib ekan, bosma uni teg'imi chiroyli qilib etibdi. Shunga hamma odam uni qizil bosma deb chaqiradigan bo'pti. Bir kuni onasi tort pishirib, "Qizim, momang og'rib qopti. Bu tortda bir qach qaymoqni elib uni yo'qlab kel-a?" debdi. Momisi boshqa kanatda turadi ekan. Qizil bosma darhol momisinikiga mengibdi. Onasi uning o'rmonliqda biror xatarga yo'liqib qolishidan ansirab, "Esingda bo'lsin, cho'ng yo'l bilan mang bo'lamdi. Arliqda hargiz to'xtab qolma, ha?" deb chekilabdi. Qizil bosma sayrab taxlig'inicha yo'lga chiqibdi. Büyük baraqsan o'rmonliq, turli tuman qushlarning yaqinliq sayrashlari qizil bosmaga hammani untildiribdi. U hatto onasining chekilgan so'zlarini tamoman unutib ketibdi. Qizil bosma o'rmonliqning yenidagi cho'ng yo'l bilan ketib etib, yo'l bo'yidagi o'choqlarning arsida o'sgan qip-qizil bo'ljirganlarni ko'rib qoldi. U xushalliqida ixtiyorsiz tug'ilib etibdi. "Ohoy, nima degan chiroyli bo'ljirganlar bu? Ular cho'qim pek tatli." Qizil bosma sevitini yerga qo'yib, bo'ljirgan terishga boshlabdi. U bo'ljirgan yegash, bo'ljirgan terib, o'rmonliq ishkirlab kirib ketibdi. Shu chaqda qattiq echirqab ketgan bir bo'ra oziqliq izlab shu atrofda qatrab yurgan ekan. U qizil bosmaning yerda turgan sevitini ko'rib qilib, ko'zlarini chimchiqlatganicha bir shumliqni o'ylabdi. Qizil bosma bo'ljirganni to'yg'icha yapti. Yana deg'i pirmunch bo'ljirgan terib olibdi. Bir chaqda u beshini ko'tarib atrofga qarasa, o'rmonliqning ichida turg'udak. Uni vahima besibdi va birdan onasining deganlarini esiga oldi-da, kayni yenib yugurgan beti sevitini qo'ygan yerga qaytib keldi. Qizil bosma sevitini elib cho'ng yo'lga chiqmoqchi bo'ldi. Lekin sevatni olman deb turishiga parildab uchib yurgan chiroyli bir kepinakni ko'rib qoldi. Shuning bilan u o'zini bosolmay kepinakning kaynidan yuguribdi. Qizil bosma kepinakning kaynidan yuguribdi. Uni xeli qo'g'labmi zadala tutolmabdi. U kayni yanmoqchi bo'ldi. Ammo chiroyli ejilib ketgan jo'xar gullarni ko'rib, ularni o'zishga boshlabdi. "Ajab chiroyli gullar ekan. Bir dasta gul uzib momamga alg'ash baray", debdi u. Qizil bosma kepina qo'g'lab o'ynagan gul o'sgan chog'larda bo'ra daraxtlarning keynida morab turibdi. Dal-daraxtlar tuyuqsiz shildirlab ketibdi. Buni anglagan qizil bosma qattiq qo'rqib ketibdi. U ushqandek yugurib cho'ng yo'lga chiqib olibdi. U orqadan anglangan bo'g'iq ovozni anglaganda yuragi qipidan chiqib ketgili toz qopdi. "Oma qizchaq, nega ketyapsan? O'rmonliqning ichida o'zing yolg'iz yuribsan-ku." Bo'rining daraxtning kaynidan etilib chiqqan beti qizil bosmani birli yolmab yevatkis kepti. Biroq buni qilishga petinolmabdi. Chunki o'rmonliqda bir muncha yog'och keskichilar bor ekan. "Momam nega ketyapman?" debdi qizil bosma. "Momam og'rib qopti-dak, uningga to'rt va qaymoq berib bermoqchiman." "Momangning uyi yiroqmi?" "Ha-a, voy, baylam yiroq", deb javob beribdi qizil bosma. "Qara,
Ау tügmenning keynida bir kanit bor. Kanit chetidagi birinchi uy-joy momamning uyi. Yaxshi. Debdi bo'ri. Mening uni yo'qlab qo'yg'im bor. Men bu yo'l bilan mangay, sen o yo'l bilan mang. Qaysimiz burun yetib boramizkin? Bo'ri. Bugun menga rostlik omad kepti. Avval berib bu qizning momisini yeb turay. Keyin qizchoq momisnikiga yetib borganda, unimi deganlarni o'ylabdi-da, ishqandek yugurib ketibdi. Uzoq o'tmay, bo'ri momayning eshik oldiga kelib, eshikni urishga boshlabdi. Tak, tak, tak. Kim? deb so'rabdi momay. Madlaringiz qizil bosma. Debdi bo'ri ovozini qizil bosmanikidek chiqarishga tirishib. Opam meni sizga tort va qaymoq olib berib berishga avatdi. Momay ag'rib karavotda yotgan ekan, uning qizil bosmaning kelishidan xabari bor ekan. Shunga Men oldinga chiqolmayman qo'zam. Taqoq ustidagi sho'ynini tassang, taqoq tushidi. debdi. Bo'ri sho'ynini bir tortgan ekan, eshik ochilibdi. Vahshiy bo'ri uyga itilib kirganicha momayni birla yalmab yeb etibdi. Chunki uning bir narsa yemaganiga 3 kun bo'lgan ekan. Bo'ri eshikni taqabdi va momayning yog'liqini beshiga chegib, ko'zoynigini taqab, karavotga chiqib yetibdi-da, qizil bosmaning yetib kelishini kutishga boshlabdi. Biroz vaqt o'tgandan keyin qizil bosma kelib eshikni chekibdi. Tak, tak, tak. Kim? Qizil bosma bo'rining bum ovozini anglab tasbidan sal qo'rqibdi. Keyin mo'mizni zukan bo'lib ovozi xirqirab qolgandi deb o'ylab. "Men navringiz qizil bosma. Opam meni sizga tort va qaymoq olib berib berishga avatdi." debdi. Bo'ri ovozini muloyimroq chiqarishga tirishib to'g'labdi. Taqoqning sho'ynisini tassang, taqoq tushidi. Qizil bosma sho'ynini birla tartgan ekan, eshik ochilibdi. Bo'ri qizil bosmaning uyga kirganligini ko'rib, yotqanning ichiga kirib elib so'zlabdi. Qo'zam, tort bilan qaymoqni bolk sanduqining ustiga qo'yib qo'yib, birdan menimda yotqin. Qizcha karavotga chiqibdi va hayron bo'lgan holda so'rabdi. "Moma, qo'llaringiz nimacha uzun?" Qo'lim uzun bo'lsa, seni teg'im uchun quchoqlay olayman-da, navram. "Moma, quloqingiz nimacha yo'g'on?" Qo'liqim yo'g'on bo'lsa, sening so'zlaringni teg'im aniq anglay olayman-da, qo'zam. "Moma, ko'zlaringiz nimacha yo'g'on?" Ko'zlarim yo'g'on bo'lsa, seni teg'im ro'shan ko'ra olayman-da, bolam. Bo'rining taqdi taq bo'ldi. Ammo o'zini besib olib, qizil bosmaning savollariga javob beribdi. "Moma, tishlaringiz nimacha uzun?" Bo'ri endi o'zini tutib ololmabdi. Tishimning uzun bo'lishi seni yavitish uchun. Vahshiy bo'ri shu gapni qilib bo'libla qizil bosmani bir yalmab yutib yetibdi. Qo'rsqi to'ygan bo'ri karavotga yetib xurildab uxlashga boshlabdi. Bu chaqda o'rmonlikdan bir ovchi chiqibdi. U qizil bosmaning mo'misning uyga berib birdan aram elib olishni o'ylagan ekan. U uyning yeniga kelganda uy ichidan chiqayotgan g'alati xurildashni anglab zagaklashibdi-da, derazadan marab qarabdi. U qo'rsqi to'mpaygan bir bo'rining xo'rak tortib uxlayotganligini ko'ribdi. Ovchi tevish chiqarmay derazani ichib, miltiqini avaylab ko'tirib, bo'rining kallasini challab ikki poy o'q etibdi. Bo'rining kallasining qitiqi chiqib ketibdi. Oxir o'ldirdim seni, deb o'ylabdi ovchi xushal bo'lib. Endi puhralarga ziyon yetkazolmaydigan bo'lding.
Ovcin böğrünün terisini soyup almoqchi bo'lib qo'rsqini yeribdi. Yeribdi-yu, qattiq cho'chib ketgandan ixtiyorsiz voy deb to'g'lab orqaga tajibdi. Ishonsangiz, ishonmasangiz, ixtiyor o'zingizda. Qizil posma bilan uning momisi böğrünün qo'rsqidan tirik beti chiqibdi. Ular asraqmi saqlanmagan ekan. Bayatın bo'lib o'tgan ishlar mo'may bilan qizil posmaga qabohatlik tushdak bilinibdi. Birdamdan keyin yetib kelgan ana qizining aman eson ekanligini ko'rib, xushallik yoshlarini to'kibdi. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Qizil posma bilan anasi o'chiga yenish rahmat aytibdi. Anda mo'may bilan xo'shlashib uyiga qaytibdi. Yo'lda ketayotganda qizil posma anasiga: "Meni kechirgin, appa, men xato qildim. Buningdan keyin sening gapingni esimda ching saqlayman. Cho'ng yo'l bilan manaman. Hargiz u yer bu yerda to'xtab yurmayman" debdi. Do'stlar, bu chechakda nimani his qildinglar? Turmushimizdami-chu, bo'riga o'xshash vahshiy ablaqlar bak ko'p. Shuning uchun biz qizil posmadan ibrat elib ota-onamizning gapini anglab, o'zimiz yolg'iz sirtlarga chiqmaylik. Ota-onamiz barsang bo'ladi degan yerga baraylik, qilsang bo'ladi degan ishlarni qilaylik. O'z beshimchilik bilan u yer, bu yerlarda yurmaylik bo'lamdi. Mening omoqlarim bak ko'p anglaydi. Dillala hadanglarning gapini esinglarda ching saqlanglarchimi? Kech bo'p ketibdi. Amiz bugun baldur uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga bir bo'lsin.